Do'stlar, bugungi videomizda men yana yangi Minecraftda men survival qilmoqchiman. Albatta bu qiziqarli bo'ladi va bitta sovg'alarim bor sizlarga. Qanunda videoni ko'rishga ketdik. Do'stlar, mana hozir Minecraftga ham kiryapman. Keyin hozir mod qo'shishni ham o'rgataman sizlarga. Qanaqa qilib mod qo'shishni men kelasi bugungi chiqargan videomda qanaqa qilib mod qo'shishni o'rgatmagan ekanman. Shuning uchun hozir mod qo'shishni o'rgataman. Do'stlar, salgina kutaylik-da, hozir kiradi. Yo, videoni o'chirib turaman shungacha do'stlar, kirgancha. Do'stlar, mana kirib oldi. Ana endi men o'zimga yangi zona ochaman. Keyin mod qo'shamiz. Shuncha mod qo'shmoqchi bo'lganman. Modni bu video olmoqchi bo'lganim, men o'lchim kerak. Ya'ni men jonim ko'p bo'ladi. 20 dan kam zaryad qoldi. Mayli. Men o'lchim kerak. Qanaqa qilib qilsam ham menimcha hozir bo'lsa kerak. Kirish kerak. Chetda jonim juda ham ko'p bo'lishi kerak. Men o'zim modlarni qatdan unutayotganimni demoqchi edim. Men mod qo'shgandim-ku. Mod qo'shgandim-ku men. Adash boshqa modni qo'shdim. Do'stlar, nimagadir ishlamadi. Boshqatdan zona ochamiz-da. Bunga kirib avvallar u kichkina bo'lsa ham bo'lardi. Bilmayman, jon kichkina bo'lgani uchunmi? Tiny players. Yoki men qo'rqinchli modam qo'shib qo'yaman. Herobrine and Notch. Yoki Let's Sing'ga qo'shaymi? Men hozirga qo'shsam, mayli, mana bilan bosaveramiz. Chunki avval men o'ynamoqchi bo'lganimda shunaqa qilib qilganman. Shuning uchun hozir shunaqa qilib kirib ko'ramiz. Kirganda videoni yoqaman. Do'stlar, mana hozir kiradi. Hop! Mana do'stlar. Aytgancha o'zi shunaqa qilib jon ketib turadi. Ammo o'lmaydi. Mana ko'rishingiz mumkin, bu kichkina odamman men. Mana pikselcha deb bo'lib turibman. Bu bekinmachoqda ko'p kerak bo'ladi. Suzib o'tamiz. Nimaga suzmayapti bu men? Jonni ko'ryapsizlarmi do'stlar? Jonni mana pikselcha bo'lib turibman. Osmonga qarab. Ana nima qanday moblarni avvalgida urusharmikan yoki kutilmaganmi? Shu oddayligiday. Do'stlar, menimcha shunaqa qilib o'ynash qulay. Bo'lmasa avvalgisiga o'xshab o'ynasak demoqchi edim, mayli. Shu jon ketishi juda ham bo'lmaydi hech qilib. Asabni o'ynaveradi, tiq boshlandi. Ana shunaqa qilib men asabda o'ynaydi, asab dosh bermaydi. Nimagadir shunaqa qiladi bu. U jon to'liq bo'lib turmaydi. Men qo'lim ko'rmayapti, chunki men kichkinaman-da. Hozir birinchi molni o'ldirib tashlaymiz. Bo'ldimi shugina? Mana qaranglar, bir blok mana bir blokku deb ustiga sakrab turib olsam, ustiga blokni bosishim kerak ko'rish uchun. Ammo bir blokka sig'aman. O'tirsam ham, tursam ham sig'aman. Qizib ketyapti. Bu ovqatlarni uxlatib ketamiz, kerak bo'ladi. To'xtanglar, men o'zimni o'ldirmoqchi edimmi? Shularni ishlataymi? Qo'yib bo'lmaydimi? Hop. Nima, jon yemayapti? Yeyaptimi? Nimagadir yemayapti o'xshaydi. Mayli, boshqacha yo'llarni qilib ko'raman. Tez yugurish uchun menga albatta ovqat kerak. To'xta, kiriblar. Menga bu ovqat kerak emas aytgancha.
ovqatlar kerak emas. Nimaga tashlamayman? Hop, tashaldi. Do'stlar, hozir suvning tagida o'zimni o'ltirib ko'rmoqchiman. Turamiz va suvning tagiga kiramiz. Nimagadir bu yerda pufakcha chiqmayapti. Hozir men ikkita qumorak o'zimni o'ltiraman. Keyin zo'rib ketadi ishlarimiz. Qani yura qol, buncha sekin yurasan. Ana endi ustiga bitta daraxt qo'yib, ustiga 1 2 bu. Hop, jon ketishni boshlayapti. Juda ham ko'p. Ammo o'lmayman. 5 minut ichida o'lolmayman men. Men o'zi do'stlar, kelasi videoda bu nima Vardenda o'lishni o'yib ko'raman. Agar o'lsam, o'lib bo'ladigan bo'lsa, keyin agar Vardenda ham o'lmasam, Vizir o'lib ko'raman. Bunda o'lib bo'lmaydi ekan. Vizir bilan jang qilib ko'raman. Bunda men menimcha o'lsam kerak. Mana bitta blokka sig'ib ketaman-da. Lekin mana bu 100 ga ko'rinib ketyapti, mana bu barglari. Bir vaqt qazib ketaman degan paytingda shuna qilib, "Yo'q, sen blokni buzolmaysan" bitta. Keyin esa shuna qilib yuraversa ikkita blokni buzib. Lekin beko'machoqqa birgalikda o'ynasanglar kerak bo'ladi. Nima? Yo'q, men qishloq topdim. Davay golim bilan jang qilamiz. Negadir yurolmayman. Davay golim bilan jang qilib ko'ramiz. Golim menimcha, bu zombiymi? Mayli, bu yerda sandiq bo'lishi kerak. Sandiq, hop, mana. Bu yerda ko'chat, oddiy daraxtning ko'chati. Lekin bu yerda bo'lmasligi kerak. Menimcha bu yerda golim yo'q, chunki bu yerda men jonim ketiradimi? Jonim ketirmaydi ekan, arra. Bu yerda mana bu omadni qaranglar. Prakachqa qo'yaringlar-da. To'tang lava bo'lish kerak shutlarda. Hop, lava. Jon ketadi. Qani omad. Jon ketadi. O'lamiz, qilib turinglar-da, bitta mana sandiqlar ko'ring. Lekin jon o'laman. Qanday? Nechdan nezarat kerak ekan? Jonim ketyapti, mayli. O'zi o'lmoqchi edim. To'ldirsa bo'ladimi? Ovqat. Yo'q. To'lyapti ham ketyapti. Bu nima bu? Mayli, ko'raylik. Eslik. Mana buni qaranglar. Bro. Favrima o'lmas emas ekanman. Jonim ham bor ekan. O'lamiz unda. Buncha sekin o'ladi. Pastdagi blokni buzib turaymi? To'xtanglar, xayrlashamiz sizlar bilan. Xayr, mittigana yonat. Ustida turibmanmi? O, bilan buni qaranglar. Ustida turibmanmi? Ustami? Yo'q, ikkitamanmi? Yo'q, ikkitaman. Mayli. Mana shu turib o'tiraveramiz o'zimizni. Kelasi videoda do'stlar boshqa horror modlarni ham qo'shaman. Bu lava joniga tegib ketdi. Endi mana buni yoqamiz. Hop, ana endi shunaqasiga olamiz. Buncha o'lish qiyinmi bolani? Go'lim izlab ko'ramizmi? Do'y go'lim izlab ko'ramiz. Go'lim, qishloqi bor ekan. Yo'q, zombi ekan. Urami? Urmayapti. Endi bilmayapti. Cho'qi. Boltamdan yeysan ol. Ikkita o'darda o'ldirib tashladi. Men salgana qishloqni aylanib bop o'zimni o'ldiraman. U uribdi bu. Sig'ib keta olmayman. To'daylar shu yerga checkpoint bosib qo'yay.
checkpoint bo'lasam 300larni o'ldirdi. Keyin bu Minecraftning bitta yomon tarafi bor. Mana bu cho'chqa mana bu bosh kiyim kiyibdi. Albatta, olmosni kiyib yurgandan zo'r-ku, to'g'rimi do'stlar? Hozir men ozgina jonim qoldi. Bunda nima bor? Checkpoint shunga checkpoint. Shu yerda paydo bo'ladi. Yo, shu yerda paydo bo'ldi. Endi yana jonim ketib boshlaydi. Aslida men o'lishim kerak edi-da. Men faqat sarguzasht. Bilgan nima deyapman men? Men usta pufakchalarni qani? Hozir. Men shundaman. Bitta qoldi. Ya billi. Yet qoldim. Yur. Men qana kichkina millimetrcha o'pman. 1 2 3. Nima bu yerda go'lim yo'qmi? Deding, yo, men uchirib yubordingmi? Men sakrayman. Yaramas tur. Buni 3 soat sindirib o'tirish kerak bo'ladi. Hop. Ye. Ukam meni bilmabsan sen. Ye. Men urotdimmi bu? Ko'rdinglarmi, obunachilar? 11 minut bo'libdi. Endi yana qanaqa qilib o'lsa bo'lar ekan? Suvning tagiga kirib o'lib bo'lmaydi ekan. Davoy tepalikka chiqib bo'lamiz. Ozgina daraxt chopib yuboraman. Daraxtlar bilan tepaga chiqish oson. Chunki hozir bitta blok buzib, yana bitta blok buzib ustiga chiqib o'tirmaymiz-ku. To'talam mana nasturkasidan qo'ray. Normal. Ye. O'zi 12 minutcha bo'lib qopti. Bo'la qol. Unda bo'lsa daraxt chopib videoni qo'raman. Aytgancha meni boltam bor edi. Boltada bir zumda chopib tashlayman. Videoni ham o'chirmasdan, qisqartirmasdan. Sinib qoldi. Mayli 18 tani endi ko'paytirib olamiz. 18 tadan nechta tushadi? Menimcha 1 stakdan ko'p chiqishi kerak demoqchi edim. Mayli bo'laveradi. Tez osmonga qurib tashlaymiz. Do'stlar, mana hozircha qurib boryapman men. Ozgina bo'la qol endi. Qishloq katta ekan. Agar buni zombi bosmagan bo'lsa, juda ham zo'r bo'lardi. Qo'lim bilan ushib ko'rardim men. Birga bir avtogolliga qo'yib tashardim. Do'stlar, bilasizlar, ozgina ovqat yoraylik-da. Hech bo'lmasa men insofliman. Ochlikdan odamni o'ldirmayman. Do'stlar, ochlikdan o'ldirmanglar o'zlaringizni. Chunki eng azobli o'lishlar suvda cho'kib o'lish, keyin qorni och bo'lib o'lish bo'ladi. O'zining o'limini topib o'lganlar joy jannatdami bo'ladi. O'zlarini o'ldirgan odamlar esa joy do'zaxda bo'ladi. Mana davay do'stlar. Hozir men chartnes do'stlar, mana o'zimni o'ldiraman. Qani, o'lishim kerak. Bo'la qol. Ye. O'lmadimmi men? Yo'q, men davay moblarning orasida qolib bo'lamiz. Ur bile. Nimaga urmaysan? Uraqa, qoch, sen joning ketyapti. Kalangni ishlat, men o'zimni orqangdan boraman. Mani ur. Shuga tiqilganda qaranglar. Ur, davay. Bo'la qol. Do'stlar, hozir sizlarga bitta kanalni qilib o'taman. Hozir videoni o'chirib turib. Do'stlar, mana bu YouTube'ga kirasizlar-da. Hozir ko'rsataman. Internet qilib YouTube'ga kirasizlar. YouTube'ga kirgan paytlaringizda nimaga bunaqa bo'lyapti? Bunaqa qilamiz. Keyin YouTube'ga bitta bosamiz. Keyin mana bunaqa siz deganiga men o'zim ko'rsatmoqchiman-da. Nimaga bu bunaqa bo'lyapti? Do'stlar, mana buni kirib olasizlar-da. Men hozir obunalarga kiraman. Shunda men shunda telefon gaming degan
do'stimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Xayr.